O'rta, qizimni qo'lini shu yerda so'ramoqchiman. Senga gap yo'q-da, o'rta. Ketu menejer bilan gaplashaylik. Lakremaga xush kelibsizlar, aka. Joylarni ko'rsak, nima qilayotganimni aytardim. Bo'ldi, yuring tepaga. Aka, bizda faqat shirinlik va marojniy emas, zavtrak, xilma-xil salatlar, birinchiga, ikkinchiga yevropeyskiy ovqatlarimiz bor. Bundan tashqari, desertlarning eng zo'ri bizada. Aka, stol ustidagi hammasidan stol full bo'lishi kerak. Bo'ldi, aka. Mana mana stolga joy qilasizlar. Faqat zavidani yopib o'tirish kerak. Nima deyapsan? Sal qimmatroq bo'ladi. Qarz olib bo'lsa ham qilaman. Qizim shunaqasini qoluvdi. Stollarni ham olib chiqib tashlaysizlar. Mana bu yerdan kirib kelamiz. Anta Munisa Rizayeva ashula aytadi. Jongina. Ovqatlangandan keyin terasga chiqib qo'lni so'rayman. Cho'ntak ko'tarsa gap yo'q. Mana bu zaklat. Qolganini hisoblab keling. Bo'l. Voy, jinro, shunchalik qaysi qiz? Mana. Voy, durang. Ha, bu bilan mahalladagi hamma bola gaplashib tashagan-ku. Bular yo'q-e. Ha. Menimcha bo'larkan mana. Mana. Xafa bo'lishi. Xafa bo'lishi. Ismingiz nima? Aziz. Qattamiz. Lakrema. Lakremadik azizga xafa bo'lishi qildik. Kameraga savol qilmang. Qani kamera? Mana qanaqa? Mana. Menga xafa bo'lish yo'q qilishdi. Zo'r bo'ldi, hammasi cho'tki, xafa emasman. Pulni bering. Mana. Qachon chiqadi bu? Yakshanba kuni. Yakshanba qachon chiqadi? Nechinchi chiqadi? 19:00. Bo'ldi. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Voy, o'rta ishon zo'r chiqib ketdi. Ha, bitta qiz uchun yig'layapsan, kech bo'lsa ham bilding-ku. Unga emas, Munisa Rizayevaga zaklad deb qo'ydim $2000. Hey! Aka! Sizga bay-bay bo'pti, paka! Yeb qo'ydi.